Liboy hovli purushga mana vizib eng arzon Namanganda bunaqa bo'ladi. Manzil ham shuni Samarqand savxoz mol bozoridan 500 metr kirganingiz uchun 10 qo'lda joylashgan. 52 sotuq joyi bitta Malibini puliga beraveribdi. O'chaga bosib yuboring. Shuni mol bozor ro'parasi 500 metr kirganda 52 sotuq joy yana qaytadan qo'yilibdi. Noto'g'ri maza qilib bosib yuboradigan joy aytib, men bundan keyingi videoni narxini aytmaganman, o'zi aytib qo'yaman. 25800 dollarga bitta ko'rinchi 5 sotuqli molxona ham tayyor ichida qurib qo'yilgan. Biroy dahliz, suv, elektr taqir-tuqir hamma narsasi bor. Agar bundan o'zini bo'lsa, o'shani olaylik. Videoni oxirigacha ko'ring. Hovlimiz 52 sotuq mana yerdan boshlanadi. Tayyor bir 4 sotuq, 5 sotuq joyga to'yna molxona qilib qo'yilgan edi. Yana biroy dahlizlari bor, suv, svet, hamma narsa kelgan ekan. Hozir men agranchenisini ham ko'rsataman. Mana yerdan zakan o'tgan ekan, suv kelgan ekan, svet kelgan ekan. 52 sotuq mana betonlari bilan mana shundoq qilib agrancheni qilib qo'yishgan ekan. Tayyor tomlargacha yopib, betonlarni qo'yib, bir 100 kg mol sig'adigan holatda qilib qo'yishgan ekan. Yengil kelinadi, yashaveradigan joyda. Tashqariga mana tashqi molxona, qo'yxona qilib qo'yishgan ekan. Mana bitta konteynerlar bor. 4 sotuq, 5 sotuq joy qurib yuborilgan. Mana bag'da tayyor bir oy dahlizi bor. Buni sizlar aytgan 50 unaqa emas. Mana suv turadigan shisirni qilib qo'yilgan ekan. Tayyor. 5 sotuqqa molxona qurilgan. Bitta molxona qurish uchun ham bilasizlar, yaqin 10-15 ming atrofida pulini ketadi. Bag'da bir oy dahlizi bor. Svet olib kelib qo'yilgan, suv olib kelingan, 8 tommonga mana suv turadigan zaxira qilingan. Konteyner mana shu turishi 52 sotuq. Siz maza qilib bu yerda yashashingiz uchun turar qilib maydalar sekin biznesmen okalar bilishadi. Turar qilib boshqa qilib pul plastik olan bu joyi sizga 25800 dollarga berib yuboramiz. Liboy o'y purushga, Liboy hovli purushga mana vizib eng arzon Namanganda bunaqa bo'ladi. Manzil ham shuni Samarqand savxoz mol bozoridan 500 metr kirganingiz uchun 10 qo'lda joylashgan. 52 sotuq joyi bitta Malibini puliga beraveribdi. O'chaga bosib yuboring.